Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi bemorimiz Bobonazarova Salomat opa 1968-yil Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tug'ilganlar. Bular bizaga kelganda birlamchi shikoyatlari, demak, o'ng qo'l tarafda titroq kuchliligi, harakat cheklanishi va oyoqlarda ham sudrab harakatlanish, kaltakada qadam tashlash va qotish shikoyatlari bilan kelgandilar va bularga 2-3 yil davomida tashxissiz yurgan. Bizga kelganda tashxis qo'ydik va bularga birlamchi va yakuniy diagnoz shu Parkinson kasalligi, titroq rigid turi deb diagnoz qo'ydik va hozir mana 7 kun davomida davom olajagini olib bordik va qolgan bemorda o'zgarishlarni kelganda va hozirgi holatda o'zgarishlarni bemorimiz o'zimiz aytib beradilar. Xo'p, Salomat opa, sizda o'sha kelganda shikoyatingiz qanaqa edi va hozir qanaqa holatdasiz aytavering. Qo'llarimda qotish bor edi, oyoqlarimda ham qotish bor edi, qonlanish kam edi. Titrog'im kuchli edi. 7 kunda ichida mana Xudoga shukr titrog'im ham, oyoqlarimni yurishim ancha yaxshi. Allohimga beata shukr, shifokorlar boriga shukr. Ishonmasdim avval. Juda ham hozir ixlos bilan xursand bo'lib o'tiribman. Hech qanday shikoyatim yo'q, xursandman, lekin davolanlarim tushdi. Bemorimizdagi bu titroq kelganda juda ham kuchli edi. Bitta narsa, Parkinson kasalligida hayajon payti dori ichsa, ichmasa, davomi olajasi bo'lsa, sal titroq hayajon payti kuchayadi o'zi. Shunaqa.